Assalomu alaykum YouTube ahli. Ancha vaqt bo'lib ketdiki, bir video qilib, batafsil o'zim gapirmaganimga. Ayni holda Qozog'istondamiz. O'zingiz bilganingizdek, Rossiya ancha hozirda musofirlarni qiynayapti. Rossiyaga bu yil borganim yo'q hali. Qozog'istonda mana shunday ishlar bilan mashg'ulmiz va ekranga chiqaramiz mana shunday, shunga, mana shundalarga o'xshagan har xil ishlar bilan mashg'ulmiz va bilganingizdek, shogird bilan birgalikda arjimonni qilishdan boshlaganmiz. 1 yil davomida arjimonni o'rmoqchimiz. Bugun 33-kun shogird bajargan, ertaga 34-kunni men bajarishim kerak. Shunaqangi gaplar do'stlar, videolarda poddeshka juda ham sust bo'lib ketgan. Poddeshka yo'q. Prosmotrlar kam bo'lsa bo'lib turibdi. Uloqlar ya'niki ko'pkarlar tugadi. Hamma eshagim suvdan o'tdi deganday. Hamma o'z ish bilan o'zi mashg'ul. Balkim videomiz oldingizdan adashib, shunchaki YouTube rekomendatsiya qilib chiqib qolsam, balkim ko'rmay shunday o'tkazib yuborsangiz kerak. Bitta like bosib, poddeshka qilib yo biror kommentariy yozib o'tib ketsangiz kerak. Bu narsa aniq oldindan ham bilgan edim va bilar edim, chunki 2 yil 3 yildan buyon videolar qilib ko'rsakda, ko'pkari sezonda harakat qilib birinchi bo'lib videoni qo'yib xalqqa yetkazib beramiz qo'ldan kelgancha. Endi qiziqishim shu narsaga qiziqish, hamma har xil narsaga qiziqadi. Videolar qo'yib boraman. Hamman demoqchog'i Nebayevlar, Alijon, "Sir, malades, birinchi qo'yasan" deyishadi. Ammo uloq tugagandan keyin esa o'sha bizni poddesh qilib qo'llab turgan muxlislardan asar ham qolmaydi deydi-ku. Shunday ekan, shunday gaplar yana fikringizni kommentariyaga yozib turing do'stlar. Nima deb o'ylaysiz? 30 kundan ham o'tdi, bugun 33-kun. Arjimonni 1 yil davomida arjimonni qilib borolarmikinmiz? 365 kun. Bu juda ham ko'p vaqt. Hozirda o'zi qiyinchilik tug'dirishni boshlabdi. Kuniga, ya'ni har kuni ish bilan mashg'ulmiz, kunlik bilan ishlaymiz. Sport bilan deyarli shug'ullanmayman. Ammo kuniga bitta arjimonni qo'shib boramiz. Har kuni bitta ko'paytirib boramiz. Borgan sari qiyin bo'lyapti. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. To'xtash yo'q. Polka gazini bosamiz inshaalloh. Qo'lingizdan kelsa agar qiyin bo'lmasa, poddeshka qilib turing do'stlar. Videoga bitta like bosib, bizning kanalimiz bilan yonida ikkinchi kanalni ham atmetga qilib qo'yaman. Kanal chiqib turadi. Ikkinchi kanalni ham poddeshka qiling. Va dalshi gazini bosamiz. Qayerda bo'lsangiz ham sog' salomat bo'ling. Allohning panohidasiz. Allohga omonat. Inshaalloh taqdir qilgan bo'lsa, qachondir yana birga ko'rishamiz. Salomat bo'ling do'stlar.